Salom do'stlar, sizlardan Class 2026 ni eshitgan bo'lsangiz kerak. Class 2026 ning yangi versiyasi chiqdi, mod versiyasi. Shuni sizlar bilan ko'ramiz qani. Kirib ko'ramiz hozir. Tangalar chekuvlarimiz qaraydi. 16.770 tanga transfer juda qiziq ekan. Transferda o'zlari turarmishdani. Ronaldo Nazario bor transferlarda, qaranglar. Yo'qolgan o'yinchilar hammasi bor futbol tarixida. Transferda men bir qancha tarkibdan yo'qolgan o'yinchilarni tarkibiga oldim. Hozir mana Luis Suarez 90dagi varianti 2013-yilgi. Pele ham oldi, Peleni ham, Messi. Mana Peru degan o'yinchi ham bor ekan. Ronaldinho ham bor ekan. Maradona ham, hattoki Maradona, Puyol, Beckenbauer. Buffonni 100 qilib oldim. Unga Buffon hali yana 100 dan oshishi mumkin ekan. Eng qizig'i Buffon. Buffonni ketib ekan. De Bruyne, Pogbaning 90 varianti, Rodri, Toni Kroos. Bu yerda yo'qolgan Yashin ham bor ekan, Lev Yashin, Kroyf, Sanatdan oldim. 78 kartali ekan. Zidane, Neymar, Ronaldo 2008-yil, Casillas, Iker Casillas. Qisqasi ochgandan so'ng full qilib oldim. Transfer esa shunday taqshat transfer. Transfer shunday havola ko'rsataman. Hozir. Luis Figo desangiz Barcelona Realga o'tgan. Muhammad Salah 91 kattasi. Kylian Mbappe 91 kattasi. Ularni olib chaytarsa, Xabi Alonso sobiq Real bosh murabbiyi. Xavi ham bor u yerda. Zico, Kaka ham bor ekan. Sizlarga ko'rsataman, Zlatan Ibrahimovic hozir ko'rsataman. Hal qildik. To'qsonlik kartasini oldik. Zo'r, cheksiz olmos. Mazza qilib o'ynagani yaxshi ekan. Onlayn o'ynasa ham bo'ladi. Nima qilarsa bo'lardi. Alisson bor. Ikkinchi Peter Chech ham bor, lekin 3 ta darvoza aytadi. Peter Chech, Courtois, Donnarumma, Jelli, hozirgi darvoza bolalar. Ederson ham bormi? Ederson. Shomurodni yo'qotib qo'yishimiz kerakmi deyman. Hujumchilarda hujum chizig'i do'stlar, Shomurodda ham Haaland bor, Lewandowski. Yo'qolish degan narsa yo'qmi deyman. Hazard ham bor, ana Hazard. Gareth Bale. Hazard do'stlar. Shoshar. Viktor Osimhen Turkiyada. Gyökeres ham bor ekan. Biz hujumchilar haqida gapirishimiz kerak. Roberto Carlos ham ko'rdim menimcha. Lionel Messining boshqa kartasi. Griezmann, hujumchilar. Ronaldoning, Karim Benzema, saqladi lekin.
Hozir Eldor Shomurodni ham qidirib ko'ramiz. Suaresning hozirgi kartasi bu. Marcus Rashford. Yaxshi bo'ladi, bir normal Shomurodni topsak. Eng qizig'i Shomurodni topsak, Fayzullayev bilan Alloqul va Muratda Turkiya da bo'lsa agar topsak yaxshi bo'ladi. Jahonbaxsh bor ekan. Shomurodov. Dilasining 2026ning o'zida Dilasining haqiqiysi o'zida yo'q. Dilasiz Shomurodov Turkiyaga o'tgandan beri yo'qolgan. Ancha yuramiz to'g'ri. Do'stlar, topolmayapmiz juda. Qiziqsa Shomurodni do'stlar, keyingi videoda qidiramiz. Sizlarga bitta gapim bor. Agar sizlarga qayerdan tortish, bu dalasda qayerdan tortish qiziq bo'lsa, albatta belki shart o'rgatishni keyingi videoga qoldiramiz. Like bosib, obuna bo'lish esa chiqmasin. Shu sizlarning qiziqishlaringizni bilmoqchiman, qanchalik qiziqaman shu dalasga. Lekin tangalar cheksiz, badalgina qilib olasizlar. Tez tortadi. Xavfsiz usulda. Bu Playmarkda tortilmaydi, lekin unutmanglar uni. Playmarkda maxsus joyi bor buni. Shuning uchun like bosib obuna bo'ling. Shu narsaga qarayman.